Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Denov tadqiqot va pedagogika instituti o'qituvchisi Boboxon Muzaffar Ziyadullayevich bugun sizlar bilan biofizika fanidan moddalarning aktiv transporti haqida gaplashamiz. Passiv transport molekulalarni tashishning eng ajoyib usuli. Bunday usul hujayradan ortiqcha energiya sarfini talab qilmaydi. Hujayra shunchaki moddalarning hujayra ichiga kirishiga imkon bersa bo'lgani. Qolgan barcha narsa o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Lekin ayrim holatlarda bu usul ish bermaydi. Masalan, hujayra ichidagi glyukoza molekulalarining konsentratsiyasi hujayra tashqarisiga nisbatan yuqori deb tasavvur qiladigan bo'lsak, hujayra metabolik ehtiyojlarini qondirish uchun bundan ko'proq uglevodga ehtiyoj sezsa, u qanday qilib kerakli miqdordagi uglevodlarni o'zlashtirish mumkin degan savol tug'iladi. Endi biz bu savolga javob topib ko'ramiz. Bunday holatda hujayra diffuziya usulidan foydalanilmaydi. Chunki tashqarida uglevod konsentratsiyasi ichkariga nisbatan kam, lekin o'sha konsentratsiya biz bilamizki yuqoridan past tomonga qarab harakatlangandan keyin ichkaridagi konsentratsiya gradienti bo'yicha tashqariga qarab harakatlanishi kerak. Lekin ammo hujayra uchun esa ichkarida glyukoza miqdori tashqaridagi konsentratsiyadan ko'p bo'lsa, ichkariga yana glyukoza kerak. Mana bu vaziyatda endi aktiv transport ish beradi. Demak, hujayra ichida glyukoza miqdori ko'p bo'lishi hujayra tashqarisidagi glyukozaning kirishiga yo'l qo'ymaydi. Aksincha, glyukoza ichkariga kirish o'rniga tashqariga chiqishga harakat qiladi. Bu holatda glyukozani hujayraning ichiga aktiv transport orqali olib kirish mumkin. Aktiv transportning diffuziyadan asosiy farqi shuki, aktiv transportda hujayra energiya sarflaydi. Misol uchun, ATF energiyasini sarflash orqali biron bir harakatni, ish jarayonini amalga oshiradi. Diffuziyada esa energiya sarfi ro'y bermaydi. Biz oddiy konsentratsiya gradienti haqida gaplashib bo'ldik. Bunda bo'shliqning turli qismlarida yoki membrananing qarama-qarshi tomonlarida moddalarning konsentratsiyalari turlicha bo'ladi. Lekin atom yoki molekulalar ionlarni hosil qilib, musbat yoki manfiy zaryadlarni tashigani uchun plazmatik membrana atrofida elektr gradienti yoki zaryadlar farqi ham bo'lishi mumkin. Aslida tirik hujayralar o'zining membrana atrofida membrana potensial deb nomlangan elektr potensiallar farqiga ega hisoblanadi. Bo'shliqda zaryadlar o'rtasida aniq ajralish mavjud bo'lganda doimo elektr potensiallar farqi vujudga keladi. Hujayrada musbat va manfiy zaryadlar hujayra membranasining to'siq bilan ajratiladi. Hujayraning ichki tomoni tashqi tomonga nisbatan ko'proq manfiy zaryadga ega. Oddiy hujayraning membrana potensiali odatda -40 millivoltdan 80 millivoltgacha bo'lishi mumkin. Minus belgisi bu hujayraning ichida tashqariga qaraganda ko'proq manfiy zaryad mavjud ekanligini anglatadi. Hujayra ushbu membrana potensialini faol ravishda ushlab turadi. Biz quyida natriy kaliy nasosi bo'limida uning qanday shakllanganligini bilib olamiz. Membrana potensial ion harakatiga qanday ta'sir ko'rsatishiga misol sifatida biz natriy va kaliy ionlar harakatini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda hujayra tashqarisiga nisbatan hujayra ichidagi kaliyning miqdori konsentratsiyasi yuqori. Natriy bo'lsa teskari, ya'ni hujayraning ichki qismidagi natriy miqdori hujayra tashqarisidagi natriyga nisbatan kamroq hisoblanadi. Agar natriy ionlari hujayra tashqarisida bo'lsa, natriy o'zining konsentratsiya gradienti bo'yicha va membran atrofidagi kuchlanishga ko'ra hujayraning ichki qismiga harakatlanishga moyilligini oshiradi. Kaliyda bo'ladigan bo'lsa, teskari, kaliy konsentratsiya gradienti va membran atrofidagi kuchlanish o'ylab ko'radigan bo'lsak, bunda asosan konsentratsiya gradienti ta'siridagina u tashqariga qarab harakatlanishi mumkin, lekin membran atrofidagi kuchlanish uni tashqariga chiqarib yuborishga moyillik ko'rsatmaydi. Kaliy musbat zaryadli bo'lgani uchun membrana bo'ylab kuchlanish uni hujayraga kirishga undaydi, lekin konsentratsiya gradienti bo'yicha hujayradan tashqariga intiladi. Membrananing ikkala tomonidagi kaliyning yakuniy konsentratsiyasi shu qarama-qarshi kuchlar o'rtasida muvozanatlashadi. Ionlar harakatiga ta'sir qiluvchi konsentratsiya gradienti va kuchlanish birgalikda elektrokimyoviy gradient deb ataladi. Moddalarning konsentratsiya gradienti yoki elektrokimyoviy gradientga qarshi harakatlantirish uchun hujayradan energiya sarflash talab etiladi. Faol transport mexanizmlari tirik hujayralardagi ionlar va molekulalarning kerakli konsentratsiyasini saqlab qolish uchun energiya sarflaydi. Aslida hujayralar to'plangan energiyaning katta qismini metabolizmda aktiv transport jarayonlarining doimiyligini ta'minlash uchun sarflaydi. Masalan, qizil qon tayanchali eritrotsitlar energiyasining ko'p qismi ichki natriy va kaliy miqdorini atrof muhitnikidan farq qiladigan darajada ushlab turish uchun sarf bo'lib turadi.
Aktiv transport mexanizmlari odatda ikkita turga bo'linadi. Buning birinchisi birlamchi aktiv transport, ikkinchisi esa ikkilamchi aktiv transport. Birlamchi aktiv transport. Bunda membrana orqali molekulalarning gradientiga qarshi harakatlantirish uchun bevosita kimyoviy energiya manbayidan foydalaniladi. Odatda bunda ATF energiyasi eng muhim energiya hisoblanadi. Ikkilamchi aktiv transport bo'ladigan bo'lsa, bu co-transport deb ham ataladi. Bu holatda aktiv transport orqali hosil bo'ladigan elektrokimyoviy gradientdan molekulalarni gradientga qarshi harakatlanishda energiya manbai sifatida foydalanadi. Shuning uchun ham bu jarayonda ATF energiya kimyoviy energiya manbai sifatida ehtiyoj bo'lmaydi. Birlamchi aktiv transport bilan avval tanishib chiqadigan bo'lsak, hayvon hujayrasining muhim jihatlaridan biri natriy kaliy nasosining mavjudligi bo'lib, u orqali natriy hujayradan tashqariga, kaliy esa hujayra ichiga harakat qiladi. Chunki bu transport jarayonida energiya manbai sifatida ATFdan foydalaniladi. Bu birlamchi aktiv transportga misol bo'la oladi. Hujayra hayot faoliyati uchun natriy kaliy nasosi nafaqat natriy va kaliy konsentratsiyalarining doimiyligini saqlashda, balki hujayra membranasi bo'ylab kuchlanish potensialini hosil qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Membrana kuchlanish potensialini o'rnatish va saqlashda ishtirok etadigan bu kabi nasoslar elektrogen nasoslar deb nomlanadi. O'simliklarda birlamchi elektrogen nasos natriy va kaliy ionlaridan ko'ra vodorod ionlarini hujayra bo'ylab tashiydi. Natriy kaliy nasos siklini ko'rib chiqadigan bo'lsak, natriy kaliy nasosi natriy ionlarini hujayradan tashqariga va kaliy ionlarini hujayra ichiga konformatsion, ya'ni oqsil kanallarining shakli o'zgarishlarining takrorlanadigan siklida tashiydi. Har bir siklda 3 ta natriy ioni hujayradan tashqariga chiqariladigan bo'lsa, 2 ta kaliy ioni hujayra ichiga kiritiladi. Va bu jarayonning amalga oshishi uchun quyidagi bosqichlar ro'y beradi. E'tibor qilamiz, dastlab nasos hujayra ichiga ochiladi. Hujayra ichiga ochilganda bu shaklda nasos natriy ionlarini yaxshi bog'lab olish xususiyatiga ega bo'ladi va 3 ta natriy ionni o'ziga bog'laydi. Natriy ionlar bog'langach, ular nasosning ATFni gidrolizlashga ta'sir ko'rsatadi. ATFning bitta fosfat guruhi nasosga bog'lanadi va uni fosforillaydi. ATF esa yondosh mahsulot sifatida bu jarayonda ajralib chiqadi. Natijada fosforillanish natijasida nasosning shakli o'zgaradi. Nasos shaklining o'zgarishi natijasida endi bu hujayra tashqarisiga ochiladi. Oldingi holatda natriy kaliy nasosi ichkariga qarab ochilgan bo'lsa, o'ziga fosfat tutgan holatda u tashqariga ochiladi va tashqariga ochish natijasida endi natriy kaliy nasosga birikkan natriylar tashqariga chiqarib yuboriladi. Va shuning uchun ham endi tashqariga ochilgan natriy kaliy nasosi natriyni emas va kaliyni bog'lashga moyil bo'lib qoladi. Ya'ni bu holatda endi nima bo'lyapti? Oqsilning shakli o'zgarishi boshqa bir ionni bog'lashga moyillikka olib kelyapti. Hujayra tashqarisiga ochilgan shaklida nasos endi kaliy ionlarini bog'lab olishga ehtimolligi ortadi, ya'ni xususiyati shunga moyil bo'lib qoladi. Ikkita kaliy ionni bog'lab oladi va bu bosqichda ikkinchi bosqich nasosga birikkan fosfat guruhi endi ajralib chiqadi va nasos o'zining dastlabki holati, ya'ni dastlabki holat qanaqa edi? Bu yerda nasos ichkariga qarab ochilgan holatga qaytadi oxirgi bosqichda va yana kaliylar ichkariga yo'naltiriladi va shunday qilib natriy kaliy nasosining ishlash mexanizmi 3 ta natriy ionini tashqariga chiqarib yuborilishi va o'ziga fosfat tutishi bilan bog'liq holatda va o'zida fosfatni qo'yib yuborgan vaqtda tashqaridagi 2 ta kaliyni ichkariga olib kirish bilan bog'liq bo'ladi. Bu murakkab siklga o'xshab ko'rinishi mumkin, ammo u oqsilning ikki shakli biridan ikkinchisiga o'tishini o'z ichiga oladi. Bunda uning ichkariga qaragan shakli natriyni bog'lashga moyil bo'ladi va tashqariga qaragan shakli kaliyni bog'lashga moyil bo'ladi. Oqsil ushbu shakllar orasida fosfat guruhini biriktirish yoki ajratish orqali almashinib turadi. Bu esa o'z navbatida tashiladigan ionlarning bog'lanishi orqali. Qanday qilib natriy kaliy nasosi membrana potensialini hosil qiladi degan savol tug'iladi. Buning hammasi oddiy stoixiyometriyaga asoslanadi. Tashqariga chiqayotgan har 3 ta natriy ioniga ichkariga kirayotgan 2 ta kaliy ioni to'g'ri keladi. Natijada hujayra ichida ko'proq manfiy zaryad hosil bo'ladi. Bu nisbat hujayra ichidagi zaryadning ko'proq manfiy bo'lishini ta'minlasa ham bu membrana potensialiga natriy kaliy nasosi ko'rsatadigan ta'sirning kichik qismi hisoblanadi. Buning o'rniga natriy kaliy nasosi kaliyning konsentratsiyasini hujayra ichida oshirish orqali ishlaydi. Natijada kaliyning gradienti yuqoriga ko'tariladi.
Birlamchi aktiv transport vositasi o'rnatilgan elektrokimyoviy gradientlar energiya to'playdi. U ionlarning gradientlari bo'yicha ortga harakatlanganda ajralishi mumkin. Ikkilamchi aktiv transport boshqa moddalarni o'z gradientlariga qarshi tashish uchun ushbu gradientlar to'plangan energiyadan foydalanadi. Masalan, hujayradan tashqarida natriy ionlarining yuqori konsentratsiyasi mavjud deylik. Agar kanal yoki tashuvchi oqsil ochiq bo'ladigan bo'lsa, natriy ionlari konsentratsiya gradienti bo'yicha pastga siljiydi va hujayraning ichki qismiga o'tadi. Ikkilamchi aktiv transportda natriy ionlarining gradient bo'yicha harakati boshqa moddalarning gradientga qarshi umumiy bo'lgan tashuvchi oqsil, ya'ni kotransportyor yordamida harakatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, siz rasmga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda natriy glyukoza kotransportyori tasvirlangan rasm. Bunda glyukozani gradientga qarshi tashish uchun natriy ioni gradient to'plangan energiyadan foydalaniladi. E'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda aynan kotransportyor bu ishni glyukoza transportini natriy ionlarining konsentratsiya gradienti bo'yicha harakatiga bog'langan holatda amalga oshirayotganligini siz rasm orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ikkita natriyga qo'shilib, bitta glyukoza doimiy ravishda kotransportyor yordamida ichkariga kirib ketadi. Ikkilamchi aktiv transportda ikkita tashlayotgan modda bitta yo'nalishda harakatlanishi mumkin yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishi mumkin. E'tibor qiladigan bo'lsak, agar ular bitta yo'nalishda harakatlanadigan bo'lsa, bu tashuvchi oqsil simpartyor deb nomlanadi va ular birgalikda o'tadi. Aynan bizga natriy glyukoza bilan birgalikda harakatlanishi bu simpartyorga misol bo'ladi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanganda esa bu holat antipartyor deb ataladi. Simpartyor va antipartyor bu ikkalasi sizga tasvirlangan rasm ko'rinib turibdi. Bundan tashqari modda harakatining bir tomonlama yo'nalishda harakatlanishi ham mavjud. Bu uniport deb ham ataladi. Membranada ionlarning o'tishi maxsus oqsillar tizimi orqali amalga oshadi. Membranada oqsil molekullarining ma'lum bir tartib asosida hosil qilgan bu ko'rinishdagi strukturalari ion kanallari deyiladi. Ion kanallar darvoza mexanizmi bo'yicha faoliyat ko'rsatib, kanal ochilganda ionlar hujayra ichiga yoki hujayra tashqarisiga tomon harakatlanadi. Ion kanallariga ba'zi hujayra organellalar membranalarda kanallar ham kiradi. Masalan, mitoxondriya membranalardagi kalsiy ioniga bog'liq megakanal hujayra faoliyatida apoptoz va nekroz jarayonlari sodir bo'lishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Qo'zg'aluvchan to'qimalar faoliyati uchun ularning membranalarida natriy, kaliy, xlor va kalsiy ionlarini tashuvchi maxsus kanallar bo'lishi juda katta ahamiyatga ega. Ular tanlab o'tkazuvchi, o'ziga xos va o'ziga xos bo'lmagan kanallarga bo'linadi. Tanlab o'tkazuvchi kanaldan ionlardan faqat bir xil o'tishi mumkin. Bundan tashqari hujayralarda tutashgan transport, ya'ni kotransport sodir bo'lishi ham mumkin hisoblanadi. Kanal ichki qismi porasi darvoza mexanizmi asosida ochilishi va yopilishi mumkin. Bu jarayon makromolekula konformatsiyasining o'zgarishi bilan bo'ladi. Bu jarayon elektr qo'zg'aluvchan membranalarda darvoza toklari yoki ionofor kuchlanish va kimyoviy qo'zg'alish membranalarda esa kimyoviy modda, ya'ni mediatorlar orqali boshqariladi. Ion kanal orqali 1 sekund davomida 10 darajasi 7 yoki 10 darajasi 8 ta ion o'tishi mumkinligi aniqlangan. Ionlarning suvdagi harakatchanlik tezliklari kanaldan o'tish tezligiga mos keladi. Shuning uchun kanalni suv poralari deb ham qaraladi. Blokator moddalar, ya'ni susaytiruvchilar ta'sirida membranada joylashgan ion kanallarning faoliyatini 0 qiymatga qadar susaytirish kuzatiladi. Masalan, tetradolaksin yoki biz rasmlarni ko'rib turgan saksitoksin va boshqa blokatorlar ion kanallarning faoliyatini susaytiruvchi ta'sirga ega hisoblanadi. Mavzuni o'rganish uchun quyidagi adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin yoki tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.